Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi xabarlar programmamizga xush keldinglar. Programmamizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki aytыңlar, bugungi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Uyg'ur xalqiga nihoyat tanishliq bo'lgan To'sikot Nap Kengiz xonim 2023 yili 29 mayda o'z uyining ko'lida suv yuzayotganda salomatligida tuyuqsiz o'zgarish bo'lib qilib vafot bo'lgan. U bu yil 83 yoshga kirgan ekan. Kengiz xonimning oilasidagilar bu xabarni 5-oyning 30-kuni doktor Erkin Sidiqqa yetkazgan. Kengiz xonim ona til ma'rifi, qo'sh tillik ma'rif, til huquqi, til qirg'inchilik, tilshunoslik, tarix sohalarida dunyoda nihoyat nufuz ustun olim bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaro organlarda oliy maslahatchilik vazifalarini o'tagan. U o'zining asarlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yig'inlarda ko'p qatim Uyg'urlarning til huquqining dafsanda qilinayotganligini o'tirib qo'ygan. Uyg'ur xalqi Kengiz xonimni doktor Erkin Sidiqning yozmalari orqali tonigan. Ya'ni Erkin Sidiq 2007-yili 18-sentabr o'zining qo'sh tillik ma'rifmi yoki yakki tillik ma'rifmi degan maqolasi bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata atalmish qo'sh tillik bahonasi bilan yo'l qo'ygan. Amaliyoti bo'lsa Uyg'ur tilini butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan qabih siyosat ustida izlanishni boshlab, Kengiz xonimning yerlik millat ma'rifi va ona tili haqidagi ko'p yillik ilmiy kitob maqolalari bilan tanishib, 2009-yili 3-mart Kengiz xonimga xat yozib, uning bilan shu orqali tanishgan. Hamda shuningdan boshlab Kengiz xonim bilan izchil turda yaqin munosabat saqlab kelgan. Erkin Sidiq bilan tanishgandan keyin Kengiz xonim Erkin Sidiqqa o'zining kelgusida e'lon qiladigan ilmiy maqolalari, nashr qildiradigan kitoblari va so'zlaydigan nutqlarining hammasida Uyg'urlarni tilga oladiganligiga va'da bergan. Hamda u va'dasini o'rinlab kelgan. Kengiz xonim 2015-yili 25-oktyabrdan 8-noyabrgacha Xitoyga berib, Şanghay ve Nanjing şəhərlərində ilmi doklad və leksiya sözləş fəaliyyətləri bilan şoğullandı. Onun qo'sh tillik ma'rifning qandaq bo'lganligi haqidagi leksiyalari Xitoyni qattiq bayram qilgan. 2020-yili 2-oyda Kengiz xonim Til kishilik huquq qo'llanmasi nomli nufuzli kitobga Uyg'ur tili haqida bir bob tayyorlab berish haqida Erkin Sidiqqa bir taklif berdi. Erkin Sidiq Kengiz xonimning ma'qulligini olib, o'zining do'stlari Abdulla Ayub bilan Shunqar Tekinni bu maqolani birga yozishga taklif qildi. Natijada Uyg'ur tili, Uyg'urning til tarixi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi 16 betlik ilmiy maqola tayyorlanib, u kitobga kirgizildi. Xitoy hukumati 5-oyning 31-kuni Sharq Turkistonda atalmish tunji universal madaniyat meroslari ko'rgazma zali muzeyining ul silish marosimini Urumchida o'tkazdi. Bu qurilish Urumchi shahri Shimigo rayonidagi Xungongshan ko'rgazma ko'chasining sharq tarafida qurildi ekan. Qurilish ko'lami taxminan 13,000 kvadrat metr. Asosliq qurilishini bu yilning oxirida tamomlash planlangan bo'lib, hozir Sharq Turkistonda atalmish universal madaniyat meroslari vakillik buyumlarining soni 5425 ga yetgan. Buning ichida 3 UNESCO tarafidan universal madaniyat meroslari tizimligiga tanlangan. 94 Xitoy davlat darajalik universal madaniyat meroslarining vakillik buyumlari tizimligiga tanlangan. Va 315 atalmish avtonom rayon darajalik universal madaniyat meroslarining vakillik buyumlari tizimligiga kirgizilgan. Atalmish Şinjan gündəlik gazetinin 6-oyning 2-kunidagi xabarda bildirilishicha, mush yil 4-oyning oxirigacha Sharq Turkistondagi torlashtirilgan yangi energiya ko'lami 3,760,000 kilovat bo'lib, bu yangi energiya ko'lami 8,4% ni egallagan. Hozir Sharq Turkistonda yangidan qurilayotgan yangi energiya ko'lami 70 million kilovatni oshib ketgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida bu energiya qurilishini shiddat bilan ko'paytirganligini ilgari surmoqda. Xitoy Mamlakatlik partiya axborot to'r bekiti Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun atalmish yangi tashviqot plani yig'inlashdi. Xitoy Mamlakatlik partiya axborot to'r bekiti boshliqlar yig'ini 2023-yil 6-oyning 1-kuni atalmish Xinjiang Bo'rtala Mo'ng'ul avtonom oblastida o'tkazildi. Bu yig'inda har darajalik Xitoy partiya taratqullariga mas'ul munosabatli kishilar bu temada so'z qildi va yangidan tashviqot fursati yaratib, tashviqotni texnik kuchaytirib atalmish yangi Xinjiang obrazini namoyon qilish haqida bir turkum yangi planlarni o'tirib qo'ydi. Programımızı yaxtırıp kökünü Allah'a rahmet. Görüşkice aman bulanlar. Hayır hoş. Allah'a emanet.